Demak, e'tibor beramiz qizil qon tuzi. Qizil qon tuzida demak bu yerda qaytaruvchilar bor va qizil qon tuzi tarkibidagi tegishli o'sha elementlar, masalan, uglerod, azotlarning oksigen darajalari o'zgaryapti. Garchi temirniki o'zgarmayotgan bo'lsa-da, chunki temir bu yerda +3, bu yerda temir ham +3 bo'lyapti. Mayli, qulay bo'lishi uchun to'liq hozirgiga o'xshagan kompleks birikmani o'zini yozib olamiz. Ya'ni kaliy 3, xo'sh, kaliy 3, temir CN6 ni yozamiz. Nimaga o'tibdi? Temirga o'tibdi, +3 ga o'tibdi. Mana bu yerdan yozishimiz mumkin buni. Xo'sh, yana nimaga o'tibdi desa, uglerod +6 ga o'tibdi. Xo'sh, uglerod +4 ga o'tibdi. Mana, xo'sh, azot +5 ga o'tibdi, nitrat kislotada bor. Undan tashqari kaliyni ham qo'shib yozgandik. Kaliy o'zgarmayapti, baribir +1 ligicha turibdi. Xo'sh, endi temirning indeksi nechta turibdi mana? 2 turibdimi? 2 ga qo'yamiz. Kaliy nechta bo'ldi? 6 ta kaliy bo'ldi. Temir 2 taligicha qoldi. Uglerod 2 kara 6 12, azot ham 12 bo'ldi. Ana endi hisoblasak, bu yerda 6 ta zaryad bor, 6. Bu yerda 48, 12 ni 4 ga ko'paytirsak 6 ga demak qo'shamiz 48 ni. 54, 54 ga qo'shamiz 60 ni. 54 1 va 6 ni qo'shsak 120 bo'ladi. 120 bo'ladi buni. Xo'sh, bunisi mana marganiz +7 dan marganiz +2 ga o'tibdi. Demak, marganiz +7 dan marganiz +2 ga o'tdi. Nechta elektron? 5 ta elektron bo'lyapti. Yaxshi. Demak, nechiga necha desa, pastga 24, tepaga 1 bo'lar ekan. Yaxshi. 24 ga 24 ikkita kompleks birikmada bor. Yaxshi. Endi temirlar nechta bo'ldi desa, 2 ta temir bo'ldi, 12 ta uglerod, 12 ta azot bo'ldi. Xo'sh, kaliylar bu yoqda 6, bu yoqda 24, 30 ta bo'ldi. Mana. Xo'sh, endi navbat sulfatlarga keldi. 30 ta sulfat qo'shilgan 24 ta sulfat. 54 ga qo'shamiz 3 ni. 57 ta sulfat bo'ldi. Demak, sulfat kislotani oldiga 57 bo'lar ekan. Yaxshi. Endi vodorodlarga navbat keldi. Vodorodlar 57 ni 2 ga ko'paytiramiz. 114 bo'ldi. Chapda 114 mana shuni ichiga. Endi o'ngda ham 114 bo'lishi kerak. Bu yerda 30 ta bor. 114 dan 30 ni ayiramiz. 84 dan 12 ni ayiramiz. 12 dan ayirsak demak 72 ni 2 ga bo'lamiz 36. Demak, bu yerda mana fosforni o'zi ham oksidlovchi ham qaytaruvchi bo'lyapti. Nozik jihati mis 3p holida yozib olish esdan chiqmasligi kerak. Misni tenglashtiramiz. Birinchi fosforlarni tenglashtirar ekanmiz. 4 ta fosfor bor. 4. Mis nechta bo'ldi? 12 bo'ldi mana. Xo'sh. Endi modda bo'lgani uchun 0 zaryad qo'ydik. Bunga ham 0 zaryad. Bu 24 bo'ladimi? Demak, 24 ta elektron bo'ldi. Ya'ni oksigen darajasi kamayganligi uchun qabul qildi deymiz. Bunisiga mana 4, bunga 0. Demak, nechta bo'ldi mana? 20 ta elektron chiqib ketdi. Teskari tashlasak 20 ga 24 yoki 5 ga 6 bo'ladi. Yaxshi. Demak, 5 ko'paytirilgan 4. 20 qo'yamiz. Xo'sh, 5 bu yerda 6 qo'shsak necha bo'ladi? 11 bo'ladi. Xo'sh, endi bu yerda 4 kara 6 24 bo'ladi. Fosforlar teng bo'ldimi? Ko'ramiz. 20 qo'shilgan 24 44. Bu yerda nechta fosfor bor? 44. Misga qaraymiz. Nechta mis bor? 60 ta. Demak, mis sulfatning oldiga 60 bo'ladi. Xo'sh, endi navbat sulfatlarga qoldi. 60 ta sulfat bor. Demak, sulfat kislotani oldiga ham necha bo'ladi? 60. Endi vodorodlar 24 ni 3 ga ko'paytiramiz. 130, bu 72 bo'lar ekan. 72 ga 120.
192 ni 2 ga bo'lamiz. 96. Endi kislorodlarga navbat keldi. 60 ni 4 ga ko'paytiramiz. 240 qo'shilgan 96. 336 ta kislorod bo'ldi. Endi bu yoq tomonni hisoblaymiz. 24 4 ga ko'paytiramiz. 96 qo'shilgan 240 necha bo'ladi? 336. Demak teng bo'ldi. Mana reaksiyamiz teng.